Ona tili va adabiyot men uchun oddiy bir fan emas. Ona tili va adabiyot men uchun millatning kechasi va buguni hamda ertasidir. Mening ismim Ahmadjon Mirxsiyorov. Men 4 yildan beri ona tili va adabiyot fanidan o'quvchilarga saboq berib kelaman. Adabiyotga bo'lgan muhabbatim bolaligimdan, oilaviy muhitda, buvim va otamning tarbiyasi orqali uyg'ongan. Ilmga bo'lgan intilishimda ustozlarimning ham hissalari katta bo'ldi. Nega aynan ona tili va adabiyot fani ustozi? Jamiyatimizda o'z ona tilisini yaxshi bilmaslik, oddiy holatlarda ham qo'pol xato qilib, o'zimizni ham, tilimizni ham sharmanda qilish bu ko'ngilni xira qiladigan holat. Har bir insonni hayotga kelganda o'z missiyasi bo'ladi. Meni missiyam ona tilini dunyoga o'z mustahkam o'rniga ega qilishdir. Buning yechimi esa yosh avlodda deb o'ylayman. Ular yoshligidan tilni yaxshi o'rgansa, kelajakda jamiyat isloh bo'ladi. O'zbek tili o'ziga munosib hurmatni topadi. Aynan shuning uchun ham o'qituvchilik kasbini tanladim. O'qituvchilik faoliyatim davomida davlat va xususiy maktablarda, turli o'quv markazlarida ishladim. Hozirda esa Jahon School maktabiga o'z bilim va tajribalarimni o'quvchilarga ulashish uchun keldim. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.